Nima topishga umid qilyapman? Menga pul kerak, uy ijarasini to'lashim kerak. Yo'q, men hozir bu yerdan oltin topishga umid qilyapman. O'zim ahmoqman, nimaga ham chiqib ketdim, ha? Kimnigadir bir qorovulmi ishga yo'nalsamidi? Bu yerdan katta nezarikli haykal toparmidim men. Yo'q, unchalik ham ahmoq o'xshamayapman. Topdim. O'zimga kerak narsani topgan ko'rinaman. Ajoyib. Nezeritli ulkan haykal, ajoyib. Kim uni bu yerda qoldirib ketdi? Menimcha kimdir vaqtincha qoldirib ketgan. Kelguncha men uni olib ketishim kerak. Tepasidagi o'g'ona u qanday bayroq? Ham muhim emas. Xo'sh, ana bu savdogar emasligi aniq, chunki savdogarlarda buncha pul bo'lmaydi. Yo'q, ajoyib. Necha pul turar ekan, qiziq. Men buni hisoblasam ajoyib. Men umrbod 7 avlodimga yetadi. Darhol qazib olaman. Yo'q, shoshma. Agar men uni hozir qazib olsam, portlab ketsa-chi? Yo'q, men bunday darajada katta tavakkalga qo'l ura olmayman. U portlab ketishi mumkin. Yaxshi, ichiga kiraman, tavakkal eshik borsa portlab ketsa ajoyib. Xo'sh, bu yog'i tavakkal. Bu yerda nima bor ekan? Shunaqa maxfiy xonalarni yomon ko'raman, jin ursin. Xo'sh, kimni qurol-o'qdan tutdim? Zombilar. Laboratoriyaga o'xshaydi. Nima? Yo'q, jin ursin. Xo'sh. La'nati. Mening sayohatim shu yerda tugaydiganga o'xshayapti. Mayli, menda boshqa yo'l yo'q. Baribir ortga qaytish uchun menda oziq-ovqat ham yo'q. Ochlikdan o'lgan bo'lardim. Tavakkal do'stlar, hammaga xayr. Men sizlar bilan endi tanishgandim, lekin umid qilamanki, buni esdan chiqarmaysiz. Hammaga xayr. Yo'q, baribir o'lib ketishim mumkin, tavakkal. Tirikman. Неожиданно-ku. Tirikman. Mayli, tavakkal. Ehtiyot bo'lish kerak. Kutilmaganda o'q yoki maxluq deganday. Bu yerda ham tavakkal qila olmayman. Ehtiyotkorlik bilan, ehtiyotkor. Kutilmaganda maxluq chiqib qolishi mumkin. Ehtiyot bo'lamiz, ehtiyotkorlik bilan. Toza knopkalar yo'qmi? Yo'q. Ajdarxona tuxumi ham bor ekan, jin ursin. Men bu bayroqni qayerdadir ko'rgandekman. Mana u qanday bayroq? Mayli, muhim emas. La'nati, bu odam kim bo'lsa ham millioner ekan. Totem lava kerak bo'ladi, bu bizga kerak emas. Bu ehtiyot shart, bu ham kerak bo'ladi. Bu nima ekan? Octavius qandaydir telban laboratoriyasiga o'xshayapti. Bular menga kerak bo'ladi. Mana bunaqa narsani esa doim orzu qilardim. Xo'sh, Doktor Octavius, hammasi tayyor. Mutantlar deyarli jonga kirdi. Va'da beramanki, tez orada dunyoning yagona hukmdori siz bo'lasiz. Siz va'dangizda turasiz degan umiddaman. Bu kim yozdi? Menimcha ana shu Octavius deganlaridan javob. Professor, xavotir olmang. Tez orada sizning ismingiz dunyoning eng yaxshi muhandisi sifatida tarixda qoladi. Shoshmang. Men tushunmadim. Shunda hozir bular bu yerda hech narsa yo'qmi? Yo'q. Men tushunmayapman. Ular dunyoni yo'q qilishmoqchimi? Lekin qanday qilib? Ehtiyot bo'lish kerak, bu yerda biron bir maxluq yo'qmi? Menimcha sababini tushungandekman. La'nati, jin ursin. La'nati.
xabar qilish kerak hammaga. Lekin kimga? Qishloqlar o'lib qolsa bu yergacha kelmaydi. Go'rimlar o'zi yetishmayapti. Qirolga o'zidan boshqa hech kim tashvishini qilmaydi. Yaxshi. O'lsam o'laman, lekin ichkariga kiraman.